Voy mashalloh. Mana o'sha internetda tarqalib ketgan mana shunaqangi grano ishlab chiqaruvchi stanovlar o'zimizda ham ishlab chiqarilyapti ekan, ya'ni ko'rishlar mumkin. Bu joyga hozirgi kunda 5 xil variantini terishib qo'yibdi. Narx-navolari nimalar uchun qo'y boqadigan induk, dik 6 induk cho'jalarni boqadigan akalarimiz uchun zo'r proyekt ekan. Ya'ni buni qaranglar. Nima uchun tayyorini tashlayapsan deganlarga bu o'zini shunaqangi maxsus ichidagi matrisa deydimi, o'zini pichoqlarini charxlaydigan narsa ekan. Akamiz shunaqa qilib egovlab, charxlab sizlarga chiroyli holatda yuborar ekan. Buni qaranglar. Zo'rmi? Ma'lumotini bir boshdan berishni boshlayveramiz, xudo xolasa. Mana shu ishlab chiqaruvchi akamizdan narx-navolari juda ham mo'tadil narxda ekan. Buni akamiz to'kib olguncha sizlarga bitta narsasini ko'rsataman. Buni qaranglar. Moskvishni zardimosidan mana shunaqa qilishib, через reduktor orqali tuzib qo'yishdi. Yasashga aqli yetganlar ham ko'rganda yasab olishi ham mumkin. Bundan tashqari bu joyimizda mana drabil keladi. Narxlarni o'ta ham arzon qilib yuborim deyapti ekan. Videoga like tugmasini bosib ketinglar, biz sizlarga hozir to'liq ma'lumotini beramiz. Qodirjon aka, hormang. Sekin ma'lumotim ana. Hozirdan. Aka, bu stanogimiz aksariyat nimalar uchun bunaqa grano ishlab chiqaradi? Ular nima bo'ladi? Mol, qo'y, tovuq, quyon. Masalan, yan taxti grano chiqarish mumkin dedi. Bunga hozir siz o'zini bunaqa maxsus qorishmasini tashlayapsiz. Oddiy o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rilgan o't deydimi yoki makkami tashlab olsa shunaqa chiqarib beraveradi. Don mahsulotlarini ham любойni chiqaraveradi. Zo'r. Buni hammasi faqat shunaqangi qalinlikda chiqaradimi yo haligi big oltda induk cho'ja baqadiganlar uchun ham maxsus yasab beraveramiz? Yo'q, ularga maxsus yasab beraveramiz. Chiqadi. To'rlik matrisa. Zo'r. Aka, bu necha 224 ga ishlaydimi? 220, yangi motor. Kichkinagina qilib chiroyli qilib ishlab qo'yibsiz. Mana bu joyga mana Moskvich zardimoslar ekan aka. Aha, Moskvichga. Aka, qancha garantiyasi bor shuni? Garantiya behijolat, tushunmagan joylarni o'rgatib qo'yamiz. Bunda buziladigan narsasi yo'q. Asosiy pisto ishlatib qo'ymasa bo'ldi. Matrislarni yeb qo'yadi, pisto ishlatib qo'ysa bo'ladi. Ha, buni ishlatib qo'yib, sirazi yo narsani to'kib turib ishlatish kerak yoki quruq suv qo'yib ishlatmaslik kerak. Quruq suv qo'yib ishlatmaslik kerak. Zo'r. Agar mana shu mahsulotdan xarid qilishib, chorva boqaman degan akalarimiz, o'sha yem hashak, keyin makka, har xil narsalarni aralashtirib bersa, boqayotgan chorvasiga foydasi tegadimi yo'qmi? Tegadi. Masalan, qo'y, mol boqadiganlar ko'p, aslida qo'y boqadiganlar. Masalan, o'zining vitaminlari bor. Masalan, vitaminlarni qo'lni aralashmay qilib chiqarsa, effekt 70%, 80% masalan, yem bergandan mahsulot nimani effekt ko'proq. Yana bitta savol kelib qoldi. Hozirgi kunda ana choyxonalarda, restoranlarda ortib qolayotgan nonlar bor-ku, qattiq non qilib qo'yishadi. O'shanaqa nonni ham o'tga aralashtirib solib bersa, shu holatda chiqarib beraveradi. Chiqarib beraveradi. Kaloriyasi yanada kuchli bo'ladi. Kaloriyasi yana kuchli bo'ladi, xudo xolasa, nimasi yo'q. Zo'r. Buni qaranglar akalar. Buni bir tog'ora to'kib beradigan bo'lsangiz, uzun kesil o'tingizdan atqut chiqmas ekanda. Atqut chiqmaydi. Asosiy mol qo'ylarga o'sha effekt yaxshi bo'ladi. Semirishi, tez yetilishi. Aka, bunimiz 1 soatda necha kilogramm ishlab chiqariladi? Bu hozir yurgizdik, mana kelamiz birgalikda yurgizdik. Soatiga 50 kilo, 60 kilo yem chiqaradi. Matrisa qizib ishlagan sari ko'payadi faqat. Ha, 100 kilo, 120 kilogacha chiqadi. Eng maksimal chiqadigani. Soatiga. Endi qarang, mana bilmaganlar uchun uyda bir 4 ta qo'yi bor. 4 ta qo'yi bor odam faqat qo'chqor boqib sotaman, 10 ta, 20 ta qo'ylari bor ham deylik. Bir shu 50 kilo yemni bir qop deylik. Shu bir qop yemni qo'ylari necha kun beradi? Qo'ylariga 50 kilo yemni 10 ta qo'y bor odam bir hafta bersa kerak. Ya'ni faqat bundan bermaydi-yu, endi kim qanaqa boqishiga qarab. Masalan, biz o'zimizni boqish sharoitimizga kelib chiqadigan bo'lsak, 50 kilo qo'yda unda где-то 17 ta qo'y bor, bir hafta beramiz, chunki u rejim bilan beriladi. Bu savolni sizga berganimdan maqsad
50 kilo odamlarni ko'ziga 1 soat ishlatishga kam bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin buni ko'p narsa lekin. bosib chiqarib tashlagani bilan 50 kiloni qo'y bir hafta yeyishi mumkin aka. Berayotgan o'tdan tashqari. Shunaqa. Aka buni qarang. Bu qaynoq, issiq. Bu necha turgandan keyin qurib qotadi bu holatda. Aka mana shunaqa narsalardan o'zi shunday, misol uchun chorvador akalarimiz o't shunaqa bersa, premo yeb ketaveradi. Men buni qaynatib bersam bo'ladimi? Buni shunday yeb ketaveradi, chiqarib Yeb bersam ketaveradi. bo'ladi. Uni qaynatib yotish shart Yo'q, emas. masalan, uyda har zamonda somon aralashtirib chiqaramiz. Nima desam bo'ladi? Yantoq, somon, beda, masalan, don mahsulotlaridan masalan qottiq nonni drabikaga o'tkazilgani, bug'doyni, makkani drabikaga o'tkazilganini bir chiqarib qo'yiladi. Qo'ylar ancha yeydi, lekin effekti yaxshi, zo'r. Effekt zo'r bo'lyapti. Effekt Zo'r zo'r. aka, ko'z Hali tiymas. ertaga masalan nimaga aptekaga borib o'zini vitaminlari bor, chiqaradigan. Shunaqalarni olib kelib qo'shib yuborsa yana ham zo'r bo'ladi. Effekt zo'r bo'ladi. Bu mahsulotni shaxsan men o'zim yonidan birinchi marta ko'rishim. Endi oldinlar internetda ko'rganman, lekin o'zimizga mana soddalashtirilgan arzon varianti. Aka, shu narsani chet elda xarid qilsa necha pulga tushadi-yu, sizda necha pul narxi? Aka, chet eldagi Xitoydagi $1000, $1200 atrofida. O'zingiz ko'rgansiz, guvohi bo'lgansiz. Endi bu ham hali motori kattalashgan sari qimmatlashaveradi bular ham. Uch fazalari. Xudo xolasa il qatoridan 1,5 million atrofida arzon beraman. Libojiga so'raveradi. Zo'r. Ya'ni zavodskoydan emas, boshqa atrofda yasab chiqarayotgan akalarimizdan ham 1 million, 1,5 million arzoniga beraman deyapti. Mana matrisalarimiz ichini. Turbalar ham qalin. Yetib berasizlar. Xohlagan diametringizda ingichka, yo'g'a, qalin qiyasa berishaverar ekan mana. Aka, narxiga o'taylik endi buni. Narximizni 7 million so'm deyapmiz. 7 million so'm. Kelsa sunnatga muvofiq o'tib beramiz aka. Yana o'tib ham berasiz. Endi buni dastavkasi bormi degan savol sirazi bo'ladi. 7 million ichida 12 viloyatga dastavka qilib beramiz. Ichida dastavkasiga o'ylanmaydi-ganda. Dastavkaga o'ylanmaydi. Juda go'zal. Akalar, xotirjam, xohlagan tevarak atrof bilan solishtirib ko'rishingiz mumkin. Biz sizlarga majburlamaymiz, xarid qilinglar deb. Cho'ntagingiz, sharoitingiz ko'tarsa, telefon qilib aka savdosini qilishingiz mumkin. 7 million ichida 12 ta viloyatga dastavkasi ichida. Endi xuddi shu mahsulotga tashlagani, drabilka mahsuloti kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni butun o'tlarni xohlasangiz bularda chiqarib premoy molga berib yuboring. Agar yo'q, men yanada krutoyroq qilib boqaman desangiz, oralariga tuzlarni, o'zini dorilarni aralashtirib boqaman desangiz, mana sizga granostan ol. Aka, drabilka ham qo'shib olaman deysiz, narxlari. Xo'p, drabilkani bir boshdan tushuntirib o'tamiz. Xo'p, chekkada ikkitamiz 3,5 kilovatli motor qo'yilgan, o'zi 3 kilovat chiqaradi. Ular yengil Mahavik 1,800,000 so'm. 1,800,000. 1,800,000 so'm. Bularimiz 4,5 kilovat yozuvda, bu ham 3 kilovat beradi, lekin ularimiz Zavadskoy Mahavik. Hammasi kilosi 10 kilo chiqadi. Qo'l quruq tanlamaydi ularimiz. Aka, bitta savol bering. Nimaga shu drabilkani reklamasiga borsa, ko'plab joylarda birinchi o'rinda shu Mahavigini ko'tarishib oladi, kilosini ko'rsatadi, tarozlarga qo'yib berishami? Bu menga o'xshab tushunmaganlar ko'pda aka. Endi Mahavik deganda kilosi 10 kilo Mahavik deganimizda pastki joylar bo'ladi, pastroq. Keyin bular qo'l quruq tanlamaydi. Og'irligiga qarab, masalan, qo'lga yengil Mahavik bo'lsa, yo oddiyroq bo'lsa tiqiladi. Qo'lni chiqarmaydi. Bularimiz behijolat, qo'l quruq tanlamaydi. Kirib ketaveradi. Zo'r. Ularimiz 2,200,000 so'm. Vodiy bo'ylab dastavkamiz. Vodiy bo'ylab Farg'ona, Andijon, Namangan o'ylanmaydi. Zo'r. Ularimiz mis motor. Bu ham Mahavik, ichini ochib ko'rsatib beraveraylik. Bittasini ochib qo'yaylik. Qani? O? Ular Zavadskoy Mahavik, bu ham bir xil. Nechta tishi bor bu? 26 ta pichog'i bo'ladi. Holat qo'ylar bilan. Bu ham qo'l quruq tanlamaydi. Necha santimetr qalaydi? 1 sant oshiqroq. 1 sant oshiqroq qalaydi. Eng haqiqiy qalin bo'ladigan joyi shu-da. Bo'lishi kerak bo'lgan joy. Chunki haligi orada tosh kirib ketsa ham urganda chachib yuboradi. Hozir shu nimangizga hozir
kapron bo'loni yasayapmiz. Bitta foshni ko'rsatib beraylikmi? Mana shu turbamiz qalinligi. Mana turba barmog'im ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoniga qo'yamiz. Bu kapron bo'lon. Mana sizlarga ortiq o'sha tushuntirishni keragi yo'q. Endi gaz balondan ishlab chiqaryapman degan akalarnikidan ham qalin ekanda bu. Ha, qalin, xudo xolasa. Zo'r. Xo'p. Mis motorimizga keladigan bo'lsak, 3 kilovatlik. Kilosi 24 kilo og'irroq motor. Ha, 6 oy garantiyasi bor motorga. Oho. 6 oy ichida mabodagi kuyib qolsa, yangi motor qo'yib beramiz. 6 oy garantiya motorni o'ziga. Vodiyni xizmatlama behijolat, yillar davomida ham kelaveradi. Vodiyni qayerda bo'lishidan qat'iy nazar 6 oy ichida nimadir bo'lsa bo'ynida. Vodiy emas, Voha tomon ham. Ha, O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Sizdan kim, ya'ni shu drabelkani xarid qilgan bo'lsa-yu, 6 oy ichida motoriga nimadir bo'lsa, yo o'zingiz borib qilib berasiz, yo yangi motor berasiz. Borib qilib berilmaydi. Masalan, motor kuyib qoldi degan bo'lsa, motorni chiqarib yuboradi. Biz o'rniga ba'zidan motor berib yuboramiz. Shu garantiyali motordan. Ana. Chunki bizni qo'limizga garantiya beradi. Hali shuncha yildan beri отказ qilgani yo'q. Tushunarli. Siz zavoddan talab qilib olasiz. Talab qilib olamiz, oladigan joyimizdan. Bunimiz alyumin varianti. Xuddi shu 6 oy garantiyali alyumin varianti bu. Mana. Pichoqlari ham qalin pichoq. Olimjon, yuqa segment emas. Pichoqlari yangi ekan. Pichoqlari yo'q, yangi. Hali yuqa segmentdan borda, qora segmentlar. Bular hammasi qalin segmentdan. Xudo xolasa ishlashi mo'shlik. Aka, buni keyin ho'lni so'rashib qoladi. Ho'l narsani tashlasak-ku, motorning ichiga baribir nam tepib yuboradi, suv o'tib ketadi deyshadi. Motorni ishlab turgan holatda o'ziga nam olmaydi. Katta oborotda ishlaydi. Faqat devorga chachadi. Masalan, to'xtab turgan holatda yomg'irda qolib ketsa, sizishi mumkin. Lekin ishlab turgan holatda motorga nam tegmaydi. Suv quyib ham chiqarsangiz ham hech narsa qilmaydi. Ha, ana. Xolasa balonli, balonsiz variantlari bor ekan-a? Ha, gaz balonni arzonroq variantimizga qo'yyapmiz endi. Ha. Aka, shuni oddiy ko'cha kuylarda 1.600.000 sotayotganlari ham bor-da. 4 kilovat, 5 kilovatda boradi. 1.600.000 deydi. Lekin e'tibor berib qarasam, mana bunaqangi joyi aka yupqadan. Olimjon, shu masalani yaxshi aytdingiz. Motorlarda hozir masalan 6.5 kilovatli yozuvlar chiqdi-da, motorlar. Kilosi 20 kilogacha og'irroq bo'ladi. Faqat o'ramdan yutishadi uni. O'ramdan. Xohlasangiz, vaqt bo'lsa, kiloga tortib ko'rsatib beraman. Tarozi bor. U motordan ham bor, bundan ham bor. 6.5 kilovat toza motorlar 4 kilovat beradi, 24 kilo chiqadi. Seryozni og'ir. Seryozni 24 kilo chiqadi. Agar vaqt bemalol bo'lsa, tortib ko'rsatib beraman. Qani bo'lsa bitta ko'raveramiz. Bilganlarga o'rgatib, bilganlarga eslatib, bilmaganlarga o'rgatib deganda. Xo'p. Mana shu yerda bitta motorimiz bor. O'sha 1.600.000 sotilayotganlardan orasidan bor mananing. Hozir yengil motordan ham olib chiqaman. Ha, bu og'ir-a hozir. Bu og'ir motor. Ishlatmay turamiz endi hojagacha bolgarkani. Mehnatsevarligini qarang, ustalarimizni to'xtovsiz. Usta aka, mana shu karobkani ochib yuboring. Motorini. Shunday chiqarib yuboring, ochib. Motorni oching mana shuni. Taroz olib chiqadi hozir. Taroz yoqib qo'ydik. Keyin yana bitta narsaga ahamiyat berasizlar. Mana bular ham bolgarkada kesilmagan, ya'ni lazerda chiqarilgan. Hamma setkasini chiroyli qilib lazerda chiqarishganlardan bo'ladi. Tarozimiz 00 turibdi. Taroz bitta ko'rsatib qo'yasiz. Ko'rsatdim. 23,5. 23,5. Bu qaysi motor edi endi bu? Bu yaxshi motordan. Hozir mana bu motorda kilosini qo'yib ko'rsatib beraman. Ikkalasi ham bir xil 6.5 kilovatli motor. Yozuvda. Lekin motorni olib turasiz. Zaryadimiz tugayapti ekan. 00 bo'ldi. Uspet qilamiz, xudo xolasa. Onamiz 20 kilo. Iya, zaryadkam o'lib qoldi. Zaryadka o'lib qoldi. Uni yetildi bering. Şeyda suv kerak. Hali zaryadka atayna o'lib qoldi deganda bo'lmasin. 23,5 kilo chiqdi nariginimiz.
O tarozi Buni olib tarozi olamiz. Buni 0 bo'ldi. 19 yani 20 kilo hisoblasak. Narigi 23,5, 3,5, 4 salkam 4 kilo og'ir ekan. mana Olimjon bilkasi mana bu ham 6,5 yozilgan. Uni ham ko'rsatib qo'ying. U ham 6,5 yozilgan. Gavdasi bir xil. Bo'ldi, ichidagi admotga misida alyuminiyda farqi bor. Faqat admotga o'ram yutishyapti. Ha. Shuni hisobiga hali ijtimoiy tarmoqlarda dravlika narxi pasayyapti deyapti-yu. Masalan, mana motordan olsa 1 soatga ham garantiya bermaymiz. To'g'ri. Gapni ochig'i. Chunki kilosini ko'ryapsiz. Gavda bir xil, kilo shunaqa. Bunda iloji yo'q. O'zi qo'ymoqchi emas edi, qo'yyapmiz lekin bunda iloji yo'q. Ha, ba'zi so'raganlar arzon so'rayapti. Ana falon joyda 1,600,000 ga beryapti, 6 kilovatli deganlariga javobimiz bor ekanda. Nimada faqat kam qo'yyapmiz. Chunki hali bizda ham ya bo'ldi. Birov pulga oladi. Har xil variant bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga. Drabilkalarimizda xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkasiga o'ylanishmasin ekan. Chiroyli qilib narxlarni kelishtirib, o'z savdosini qilib beraverasiz. Pastdagi raqamlar sizniki. Bundan tashqari yana bormi yangiliklarimiz? Olimjon, bular narx-navolarni aytib chiqmadik. Ha. Bularimiz 2,800,000 so'm. 3 kilovat. Mis motor. 3 kilovatli. 3 kilovat. Faqat Vodiy Toshkentgacha dastavkamiz bor. Ana, qolganlargacha kelish bor. Qolganlarga kelishtirgan holatda. Bu alyumin variantimiz. Bu ham 6 oy garantiyali. 4 kilovatli. 2,700,000 so'm. Bu ham Vodiy Toshkentgacha dastavkamiz bor. Ha, ana 100,000 so'm ro'lanyapti ekan. Ya'ni to'kpas joylar alyumin variant bo'lsa, zo'r joylar mis motor bo'lsa. Endi hamma arzon deganiga motor farqini solishtirib ko'rdim-da, gapni ochig'i. Men ham ko'pchilikka tushuntirib bo'lmaydi bu narsani. Yaxshi savol berib qo'yibman-da o'zi. Yaxshi savol berdingiz, lekin bu narsani ko'pchilikka tushuntirib bo'lmaydi-da. Motor bir xil deydi, gavda bir xil hammasi. Faqat shu o'ramda yutiladi. Azroq o'raydidan arzonroq sotadi. Shu. Tushunarli aka. Manzillar Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kami terimdan bo'ldi. Akamiz raqamlarini mana bu joyga qoldirib ketyapmiz. Hamda ekranda pastida ham bor. Bemalol xohlagan ijtimoiy tarmoqlar orqali aloqa chiqarasizlar. Ismlari Qodirjon, Olimxo'janing kanalidan ko'rdim desalaring, sizlarga yanada ehsondan chiroyli qilib o'tib berishlariga imkon qadar o'zidan so'rab qolamiz. Like tugmasini bosib ketasizlar, yangiliklarimizni beshni bosib ketasizlar akalar.